Farzandingiz zehni o'tkir vaqtida arab tilini mukammal o'rganishini, ilmga chanqoq bo'lib turgan paytida arab harflarini to'g'ri talaffuz qila olishini, hayotda telefonga berilib qolib ketmasdan to'g'ri muhitda katta bo'lishini xohlayapsizmi? Ismim Muhammad Bobur. Nihol ta'lim o'quv markazi rahbari va asoschisi bo'laman. Sizning ham farzandingizda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Umid qilamanki, savollaringizga javob topasiz. Bu videoda siz bilan o'zi arab tilini to'g'ri o'rganish ketma-ketligi, uni bolalarga necha yoshdan o'rgatish afzalligi va qanaqa qilib bolalarni majburlamasdan arab tilini o'rgatish mumkinligini o'z tajribamdan kelib chiqib aytib bermoqchiman. Keling oldin ota-onalarni ba'zi xatoliklari haqida qisqacha tushuntirib beraman. Ota-onalarimiz nima deb o'ylashadi? Bolalarimiz arab harflarini tanisa bo'ldi, bildi deb o'ylashadi-da. Lekin unaqa emas. Aslida arab harflarini bilish boshqa, uni talaffuz qilish boshqa bo'ladi. Masalan, shu yerda qisqacha misol beraman. Biz o'zbekcha gaplashganimizda og'zimizni oldi qismini o'zlangina gaplashamiz, o'sha joyi o'zlangina foydalanamiz. Lekin arab tilidagi matnlarni o'qiganimizda biz og'iz bo'shlig'imiz to'liq ishtirok etishi, hattoki burun bo'shlig'imiz ishtirok etadi, undan tashqari halqum ishtirok etadi, polning jag'lar hamma joy ishtirok etganda arab harflarini to'g'ri talaffuz qilamiz. Misol uchun beraman sizga, ayn harfini aytib o'tay. Ayn harfi o'zbeklar biz uchun notanish, lekin buni chiqarish unaqa darajada qiyin emas. Ozgina mehnat talab qiladi. Misol uchun oddiy misol aytaman sizga, a deb turgan joyimizda mana shu yerda halqum bor. Halqumni tepasini, o'rtasini ushlaymiz. Mana shunda aynni chiqarishimiz oson bo'ladi. Boshida qo'limiz bilan harakat qilamiz, o'rgatib olgunimizgacha, keyin o'rganganimizdan keyin o'zi odatiy holatga kiradi. Ayn harfini chiqarish ko'pchilikning muammosi bo'ladi. Ayn harfi, dot harfi, za harfi va shunga o'xshab boshqa harflarni arab tilini fonetika bo'limida o'rganasiz. Arab tilini o'zini o'rganish 5 turga bo'linadi. Birinchisi fonetika, aytganimdagi harflarni o'rganamiz. Ikkinchisi sarf. Sarfda biz arab so'zlarini o'rganamiz. So'z tuzishni o'rganamiz. Uchinchisi nahv. Nahv ilmida biz gaplarni o'rganamiz. So'zlar orqali gap tuzishni o'rganamiz. To'rtinchisiga kelsak, to'rtinchisi muhovara. Muhovarada biz kundalik so'zlashishlar, hozirgi paytdagi gaplashishlarimizni, suhbatlar, dialoglarni o'rganamiz. Beshinchisi bo'lsa balog'at. Balog'at nutq san'ati. Ya'ni bunda arab tilidagi go'zallik, fasohat, bayon, kinoya, mubolag'a kabi katta ilmlarni o'rganamiz. Bu orqali arab matnlarini tarjimasini o'rganishimiz oson bo'ladi. Tarjima qilishimiz oson bo'ladi. O'zim ham arab tilini o'rganishlik uchun 2017-yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga imtihon topshirganman. Lekin kira olmaganman. O'qishga kira olmaganligim meni arab tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqimni tushirib yormagan, naborotga ko'tarib olgan. Shuning uchun ham 2018, 19, 20-yilda ketma-ketga imtihon topshirganman. Va shunda ham baribir nasib qilmagan. Oxiri 2021-yili Misrga safar qilganmiz. Misrga safar qilishimizdan oldin o'sha paytda qish edi. Toshkentda qor, ko'cha sovuq. Misrga borganimda bo'lsa, Qohira aeroportidan shuna tushganimizda issiq dim havo yuzimga shunday urilgan. O'shanda his qilganman Misr qanaqa darajada issiqligini. Oldin Misr issiq deyishsa, eshitardik-ku, ko'zimiz bilan ko'rmagan edik. Qishda bunaqa darajada dim bo'lishini ko'rib hayron qolganman. 2021-yili Misrga safar qildim. Misrda ham nimadan boshladi desa, arab tilida birinchi etapi fonetikani o'rganishdan boshladi. O'sha paytgacha aytganimdek, men ham arab harflarini shunchaki tanigan ekanman. Ya'ni talaffuzini to'g'ri chiqara olmagan ekanman. O'shaning uchun birinchi etap fonetikani o'rganishdan, arab harflarining talaffuzini to'g'ri qilishdan boshlaganmiz. Fonetikani boshlashimdan oldin ham men ham arab harflarini to'g'ri talaffuz qila olayman, to'g'ri bilaman deb o'ylardim-da. Lekin aslida olganda to'g'ri talaffuz qilmas ekanman. Arab harflarini taniydiganlarga tavsiyam bo'ladiki, arab harflarini taniysizmi shunchaki yoki to'g'ri talaffuz qila olasizmi? O'shani bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Ana endi keling, nimaga aynan farzandingizni yoshligida arab tiliga berishingiz kerak? Shuni sabablarini ko'rib chiqamiz. 2021-yilda Al-Farahidi instituti tadqiqotiga ko'ra, bola ilk yoshda arab harflarini noto'g'ri talaffuz qilishga o'rganib qolsa, u talaffuzidagi xatoni katta yoshda tuzatish uchun kamida 3-4 barobar ko'proq vaqt ketar ekan. Yana bir tadqiqotga ko'ra, aynan 4 dan 8 yosh oralig'ida bo'lgan bolalarning miyasi yangi tovushlarni eng tez va sifatli qabul qilgan payti va bu yoshda fonetika o'rgatish 80% samarali deb izoh beradi Amerika nutq til eshitish assotsiatsiyasi. Xulosa qilib aytganda, 4 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga arab tilini
to'g'ri uslubda o'rgatsangiz, ular keyinchalik qiynalmaydi. Agar noto'g'ri uslubda shunchaki harflarni tanitib qo'ysangiz, katta bo'lganda ular arab tilidagi harflarning talaffuzini to'g'rilab olish o'ziga juda ham katta vaqt o'tib ketib qoladi. Xuddi bu misol meni o'zimning hayotimda bo'lib o'tgan. Yoshligimizda biz arab harflarini talaffuzini noto'g'ri chiqarganimiz uchun Misrga borgan paytimda 6 oy vaqtim ketgan fonetikani o'rganish o'ziga. Harflarni to'g'ri talaffuz bilan chiqarish o'ziga 6 oy vaqtim ketgan. U paytda men arab tilidagi harflarni to'liq bilardim. Arab tilida ozgina gaplarda ham gaplasha olardim. O'sha holatimda talaffuz to'g'rilashimga 6 oy vaqtim ketib qolgan. Va hozir shu xatoni bolalarimda qilmaslik uchun 5 yosh va 7 yosh farzandimga o'zim arab tilidan dars beraman va bu tajribada sinalganki, ko'rganmanki, bolalarim arab tilida talaffuzi to'g'ri va matnlarni ham to'g'ri o'qiy oladi. Bu albatta to'g'ri uslub orqasidan kelgan samara bo'ladi. Mana endi farzandingizga arab tili harflarini to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatib oldi. Undan keyin nimaga o'tamiz? To'g'ri talaffuz qilishni o'rgangandan keyin arab tili harflarini qo'shib o'qishni o'rgatamiz. Ya'ni so'zlarni qo'shib o'qitamiz va undan keyingi etapda bo'lsa grammatikaga olib chiqsa bo'ladi. Bu yerda sizga savol kelishi mumkin. Bolalarda arab tilini harflarini to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish ozgina qiyin bo'lsa, kattalarda yana ham qiyinlashib ketadi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas. Menda 25 dan 50 yoshgacha, hattoki o'tgan yili 77 yoshli dodaga ham dars berganmiz. 77 yoshli dodaga ham примерно 4 oy, 5 oy vaqtimiz ketgan arab harflarini to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatib olishga. Ular ham hattoki 77 yoshda ham eplaganlar. O'shaning uchun maslahat berardim, hozirroq boshlashingizni. 77 yoshli dodaga dars berganimizdan keyin bu yil ham bir 65 atrofidagi dodamiz keldilar. Ular kelganlarida ozgina xatolarim bor, o'sha xatolarimni to'g'rilashim kerak edilar. Mayli, keling ko'ramiz desam, men arab harflarini to'liq taniyman, to'g'ri chiqaraman talaffuzini dedilar. Yo'q, bo'ldi, mommo yurdim, oldilariga kitobimizni qo'yib, mana shu kitobdan ozgina o'qib bering desam, bildimki, u doda ham arab harflarini shunchaki tanirkanlar. To'g'ri talaffuz qilishda 100% dan oshiq bir 40-50% atrofida to'g'ri talaffuz qilar ekanlar. O'shandan keyin ularga xatolarni o'zlari ko'rsatib berganimdan keyin hozir o'g'illarini ham olib keldilar, ukalarini ham olib keldilar. O'sha birgalikda bitta oila bo'lib o'qishyapti. Arab harflarini to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishyapti. Bundan qanaqa xulosa olsa bo'ladi? Siz farzandingiz, o'zingiz, hattoki adangizlarga ham, yosh katta dodangizlarga ham o'rgatsangiz bo'ladi arab harflarini to'g'ri talaffuz qilishlikni. Faqatgina to'g'ri uslub va to'g'ri metodika bilan. Nimaga farzandingiz bilan bir vaqtda boshlashingiz kerak? Chunki bolaga o'qi, qil, darsingni qildingmi deyish orqali bolaga darsni qildirib qo'ya olmaysiz. Bolaga oldin o'zingiz o'rnak bo'lasiz, keyin bolangiz qiladi. Oddiy misol aytaman, o'zimning farzandlarimda ham 7 yashar o'g'lim ham, 5 yashar o'g'lim ham, ularga men majburlab dars qildirmaganman. Men o'zim dars qotganimni ko'rib, dars berayotganimni ko'rib, shu narsalarning orqasidan o'zi qiziqib, bu nimada, bu qanaqa o'qilinadi, buni qanaqa o'qisa to'g'ri bo'ladi, nima qilsa xato bo'ladi deb o'zi qiziqib kelgan. O'shaning uchun ham tavsiya bergan bo'lardimki, farzandingiz bilan birga dars qilishingizni. Darsni yaxshi o'zlashtirishini xohlasangiz farzandingiz, avvalo uyingizda o'sha muhitni qilib berishingiz kerak bo'ladi. U muhitni siz, ayolingiz, adangizlar, aka-ukalar bilan birgalikda qilishingiz kerak bo'ladi. Endi sizda bir qancha savollar bo'lishi mumkin. Bolamni qiziqtirish qiyin, zerikib qoladi. O'quv markazida ustozlar yangi, tajribasi yo'q. Uyga vazifalar qilmaydi bolam. Bolam endi o'qituvchi o'rganganda ustoz almashib ketib qoladi. Shu va shunga o'xshash e'tirozlaringiz bo'lsa, unda aynan siz uchun meni maxsus taklifim bor. Bizning o'quv markazimizda Arab tili Kids fonetika guruhiga yangi qabul ochildi. Darslarimiz haftada 3 marotaba 1,5 soatdan bo'ladi. 6 oydan 8 oygacha bo'lgan vaqtda farzandingiz arab tilidagi harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganadi. Undan keyin arab harflarini to'g'ri talaffuz qilib bo'lgandan keyin so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qishni o'rganadi. Arab harflarini to'g'ri yozishni o'rganadi. Har bir dars oldidan uyga vazifa bilan tekshirib, keyin yangi darsga o'tamiz. Farzandingiz uyga vazifani qilib, o'zini ishtiyoqi bilan markazga darsga kelishligi uchun har oyda kichik musobaqalar o'tkazamiz. U musobaqalarda faol qatnashgan 3 ta o'quvchini tanlab olib, markazimiz tomonidan maxsus sovg'alar bilan taqdirlaymiz. Xullas, tushunishingiz uchun aytaman, darslarimiz interaktiv o'yinlar orqali juda ham qiziqarli bo'lib o'tadi. Bitta guruhda bolalar 15 tadan oshib ketmaydi. Har bitta bola bilan biz individualni yondashib, individualni shug'ullanamiz. Bunga bizga ustozimizning yordamchi ustozi, support teacherimiz yordamga keladi. Manzilimiz Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, General Uzoqov ko'chasida joylashgan. Kursimizning asl narxi 620 ming so'm. Lekin sizga shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun maxsus chegirma bermoqchiman. 620 ming so'm o'rniga
550 ming so'm to'lab farzandingizni o'qitishingiz mumkin bo'ladi. Keling, ko'ring, darslarimizda qatnashib ko'rsinlar. Birinchi darsimiz mutlaqo bepul bo'ladi. Ustoz bilan gaplashib ko'ring. Farzandingizni ilm darajasini tekshirib ko'ring. Bordi-yu, farzandingiz hech qanaqa ilm olmasa, bizdan hech qanaqa foyda ola olmasa, o'qishda o'zgarish bo'lmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Agar taklifim sizga ma'qul kelsa, shu video ostida link qoldiramiz. Shu link orqali ro'yxatdan o'ting. Operatorlarimiz 24 soat ichida sizga aloqaga chiqishadi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz seriallarni skachat qilib ko'radigan sabrli insonsiz. Keyingi seriallarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.